Hürmetli vatandaş, yana bir haber, leksiya sizlarga kashlab yetkazdigan bo'ldik. Hozir İran odamsiz aeroplan bilan İsrailga hujum qildi. Bu xabarni sizlarga yetkazaylik dedi, hurmatli vatandoshlar. Leksiyada siz qajiroz bugunchi sizlarga leksiyada siz qajiroz Washingtonda so'zlaymiz. Bugün sizlarga 2024 yıl 4. ayının 13. günü hafta shanba vatandaş sizlarga bu leksiya so'zlashdan burun bir xato ketib qolibdi. Bu so'zlagan leksiyada ben Uyg'urlarning nopusi emas, yer maydoni 1.960.000 kilometr o'tir maktab o'qishligida 55 yili deyman deb 1600 deb maqtay deyotgan gap og'zimga kirib qolibdi. Shuni kechiringlar. O'tir maktab o'qishligida 55 57 yili 20 asrning şu vaqtda Uyg'uristonning yer maydoni 1.960.000 kvadrat kilometr. Buni tushuninglar vatandoshlar. Kechiringlar, meni anda bir nomerim xato ketib qolibdi. Sözlügen leksiyada 61 deyman deb 54 deb hozir tuzitib olaman uni. Bu xabarga diqqat qilinglar. Endi İran hozir odamsiz aeroplan bilan bir necha 10 odamsiz aeroplan bilan İsrailga hujum qildi. Xabar bundaq, tez xabar. Urush boshlandi. İranning odamsiz aeroplan atriti İsrailga qarab tushdi. Mavzuli xabar 4. ayının 13. gün Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. İsrailiya armiyasi mundaq ko'rsatdi. Bir necha 10 dona İrandan ko'tarilgan odamsiz aeroplan İsrailga qarab uchdi. İsrailiya matbuoti 4. ayının 13. günü xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Bir necha 10 dona İrandan qo'yib berilgan odamsiz aeroplan İsrailga qarab uchdi. Bir necha soat İsrailga yetib bordi. İsrailiya 13. kanali 13. kuni mundaq ko'rsatdi. İran İsrailiya nishoni qarab bir necha 10 dona odamsiz aeroplan qo'yib berdi. Bir necha soat shu İsrailga yetib keldi. Xabarda pensiyaga chiqqan general Amos Yadlinning so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Bu odamsiz aeroplanlarning har birisi 20 kilogramdan portlash dorisi qachilangan. İsrailiya havo mudofaa qismlari urib tushirishga tayyorlandi. İsrailiya armiya taraf mundaq ko'rsatdi. Wang opsion hava armiyasi 1. nomerlik aeroplani urush tufayli havo boshqada uchishga Wang opsion hava armiyasi 1. nomerlik aeroplani urush tufayli havo boshqada uchishga majbur bo'ldi yoki uchishga boshladi. Reuters bexatarlik kuchlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. İran'dan bir necha 10 dona odamsiz aeroplanı İran tarafdan uchib kelib, Iroqning Süleymaniye o'lkasining havo boshlig'idan uchib o'tdi. Reuters 2 nafar iroqlik kishilarning so'zlaridan naql keltirib bunda ko'rsatdi. Bir necha 10 dona odamsiz aeroplan Iroqning havo boshlig'idan İsrailga uchib o'tdi. Iroq havo boshlig'ini qatnaydiganligini Iroq havo boshlig'ini taqaydiganligini kechiringlar. Havo boshliq qatnash yo'llarini taqaydiganligini bildirdi. Reuters İran axborot televiziyasi naql keltirib bundaq ko'rsatdi. İran inqilobiy qo'minish qismlari İsrailya nishoniga qaratib zo'r ko'lamda odamsiz aeroplan urushi qo'zg'adi. Aqsaray bundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray mundaq ko'rsatdi. İran İsrailga hujum qilishga boshladi. Bu hujum bir necha soat davomlashdi. İsrailya 12. kanali mundaq ko'rsatdi. Odamsiz aeroplanlar shu yer vaqt soat 2 da İsrailga yetib bordi.
İsrailiye hərbi tərəf İran təvəlligidən İsrailiyəyə adamsız aeroplan qoyub bərgəllikini dəlillədi.